Sen baribir hech qachon ozimaysan. Umid aka sababim bizning hoz mashinani tiqib olaman. Nima qilganing bu bahvolda qalaq qilib yuraman? O'lmas Bekifloni uyimi bu? Bor, mehmonga qara, bahvolimda ko'rmasin. Sizlarni klipimga taklif etmay kelgandim. Endi bular lapatkalar bilan qanday bo'larkin? Zebo, senga avadaga olib keldim. O'shqadas, detskiyimisiz? Bunaqa holatda endi точно klipga chiqa olmaymiz. 30 million beraman. Bu tamam yolunda dursan, o'g'rincha gaplarimni bildirma. Qiymati bu tamam yolunda dursan, o'tar vaqtim aniq bilsang bo'lg'ani, muhabbatim yanimda. Shashlik chop girib ketibdi. Minmat etganmasiga qaynisinglim shashlik isxini olib tashab yeyin deb. Zo'r chiqdi. Rahmat. To'xting bolam, men ovozini eshitdingiz shirali. No ovozi eshitildi. Bu kecha balgarkan toshini yutib o'rgan shuna ovozi. Buni qo'ying, bunisini eshitib ko'ringsiz. Buni yutib bergan. Nima yutmagan, tilini go'sht deb o'ylab yeb o'rgan. Prosta gapira olmaydi bu. Ya, ishsiz demayman. Men o'ylayman, uzr men bor. Normalmi? Voy, o'lmasam. Balin. Mashtumga kelib tushdi. Xudo haqqima, atilabdan tegmasin degayin. Normal. Chidasa bo'ladi. Nima qildinglar? Astag'firullah. Siz nima o'lmas odamsiz? O'lmas kashak desam kashakka o'xshamaysiz. Tamatsinkani ana uyruvinini Umid akadan o'rganinglar. Umid aka o'zlarini shirin odamda hisoblaydilar. Endi bu narsa ko'pchilik qizlar aytgan menga. Shart emas aytishinglar. Qo'shingizda ayrilishingiz. Da. Pichoq qo'ydim. Buni lekin men anaqa fokusliklarda ko'rganman. Buni lekin chiqarib ko'rmagan. Svarshka borib buni spesialni yasatirdik. Ketmonni ham shunaqa spesialni yasatirganmiz. Ketmon mabodoga. Ey, bora Yunusobodda ketmon deyiladi bu. O'tkirman pichoq rostaga olsam. Voy. Nima bo'ldi? Nima hazil bo'ldi? Hozir jimmi qoldim. Rosti, ko'rinishi. Ha. Ujuz. İyi. Lafatga bilan o'yting. Nima sal chiqing? Kimga qarayapsiz? Siz qarayapsizmi? Men qarorsinmi? Hamma kuchida qo'rqadi. Oilasi rahmat. O'lmaymiz. Shuni jilab hech kim o'lmagan. Mana pichog'im bor yesaman. Bor. Bitta turib bering. Bo'ldi. Zebo narsalaring yig'ishdi bu go'zallar chaqoqaman. Bo'ldi, ham bo'ladi Umid aka. Bolajonim, uyimiz orqasida nima bor? Raddon bor o'tda. U yerda nimalar bo'ladi? Bolalar tug'iladi. Ha, o'sha bolalarni kim tug'adi, bolam? Onasi tug'adi. Laylak tashab ketmaydi. Yo'q. Xotini ham tug'ib bermaydi. Yag'ish onasi tug'adi-da. O'sha onani ham olib bordachaga, ona ham borgisi kelyapti. Sizga ham o'zi alohida aytmoqchi edim, narsalaringizni yig'ishtirib ketdik. Umid aka, men manzarani qarang, chiroyliligini to'xtay rasmga olib qo'ying mani. Bo'ldi, xo'p. Zo'r chiqyapti. Bolam, ana buzoqcha tishi yo'q ekan. O't pichani yonmas ekan, nima qilarkin ha? Ha, onasini emib katta bo'ladi-da. Tishi chiqquncha onasini emadi-da. Da, onasini emadi. Ha, shu oq sut bergan onangni ham rasmga ol. Bo'ldi, olib qo'yaman mana. Zebo dachan o'zing tanishtir, hozir menga yana baqirchaq qilib ketadi. Mana oyijon To'g'soydagi dacha, buni tabiatini qarang, chiroyliligini, basseynni qarang, kattaligini. Televizordan Yulduz Usmonovani qo'yib o'ynab, basseynda mazza qilib cho'milib, toqqa chiqqan mollarni tomosha qilib, ha? Sizlar nima qilaman tomosha qilib? Kelin bu dacha rosa qimmat bo'lsa kerak. O'g'lim bechora bir 500 dollar to'ladimi? Yo'q, ijodiga 300 dollargina ekan. Zebo ke cho'milamiz. Bo'ldi hozir. O'g'lim, yoshligingda tog'orachada kim cho'miltirgan seni? Bu safar adashdingiz, dadam cho'miltirganlar. O'sha dadangni nervini qilib kim o'ldirgan? Onam. Onangni ham chaqir cho'milsin.
Ayollar g'iybat qilish uchun top 5 ta joy. Birinchi o'rin sizni aniq hayron qoldiradi. 5-o'rin bozorlar. Chunki bozorga kimdir chiqmasa, aynan o'sha odam temasi bo'ladi. Ayniqsa savdo bo'lmagan payt g'iybat avjiga chiqadi. 4-o'rin mahallangizdagi podyezdni oldi. Juda ham odam ko'p o'tib qaytadi. Uzoqroq vaqt g'iybat qilish mumkin. 3-o'rin kollektiv ishxona. Ayniqsa boshlovchi yo'q payt g'iybat avjiga chiqadi. Hamma mahallasidan yangi g'iybatlarni olib keladi. Shuning uchun ham bu yerda top 3talikka kirgizsa bo'ladi. 2-o'rin hamma kutgan gap gashtanglar. Piyoda birovni eshitmasdan g'iybat bo'ladi. Uy egasi ham qolmaydi. Idishlarni ham yaxshilab yuvmabdi, ha? Yaxshiyam bavi degan narsalar bor. Ketqiza olmadim deb bahona qila olmaydi. Eng kir idishlar, oq piyola choynaklar, ichi va usti qorayib ketgan, chirk bo'lib ketgan qoshiq, vilkalar deysizmi? Farqi yo'q. Shundoq tog'oraga bavini solinadi, ustidan qaynoq suv solib, ivitib, keyin sovuq suvda chayvorsa bo'ladi-ku. 1-o'rin va eng kuchlisi bu go'zallik salonlari. Bu yerda hech kimga rahm shafqat qilinmaydi. Oddiy g'iybat bo'lmaydi. Videoni g'iybatni yaxshi ko'radigan tanishinglarga jo'natib qo'yinglar.